Assalomu alaykum aziz ko'rishayotganlarim. Bugun alokaziyalarni parvarishlash kursimizni mana 3-darsi. Oldingi darslarda biz sizlar bilan alokaziyalarni qanaqa parvarishlash, ularga qanaqa muhit yaratib berish, fitolampalar haqida gaplashdik. Yana klubellar haqida, ularni qanaqa o'stirsak 100% natijaga erishamiz, ular uchun qulay sharoit qaysilar, shular haqida gaplashdik. Bugun endi sizlar bilan alokaziya gullariga aynan qanaqa o'g'itlar, qanaqa substrat uchun qanaqa mineral o'g'itlar berilishi, qaysi mineral o'g'it boshqa mineral o'g'it bilan reaksiyaga kirishmasligi, shular haqida gaplashamiz. Avvalambor biza boshqa gullarga nisbatan alokaziyalarni ko'proq ozuqa bilan oziqlantirishimiz kerak. Sababi bilamiz, boshqa gullar faqat o'simlikning ustki qismini, masalan, bargi, poyasi, ildiz qismini rivojlantirsa, alokaziyalarda barg, poya, ildizdan tashqari klubenlar ham rivojlanadi. Bu degani boshqa gullarga nisbatan, masalan, aglonema yoki difenbaxiyalarga nisbatan bu 2 barobar energiya sarflaydi. Ham barglarni, poyasini rivojlantirish uchun, yer usti qismini rivojlantirish uchun, ham yer osti ildiz, klubellarni rivojlantirish uchun 2 barobar energiya sarflaydi. Va bu oziqlanish ham bularda ko'proq bo'ladi. Boshqa o'simliklarga nisbatan oziqalarni, o'g'itlarni ham ko'proq berishimiz kerak. Endi har kim, alokaziya boquvchi har bir gulchi o'zi uchun alohida substrat tanlaydi. Masalan, kimnidir qo'li kokos torfiga keladi, kimnidir qo'li bo'lsa mineral gruntga, mineral substratga, kimnidir qo'li muhga yaxshi o'rnashadi. Bu insonni qaysi substratni yaxshi tushunishiga bog'liq. Menda ko'proq muh bilan kokos yaxshi natija bergani uchun ikkalasida o'stiraman alokaziyalarimni. Endi qaysi substratda o'stirishingizga qarab bularni o'g'itlash boshqacharoq bo'ladi. Ko'pchilik bilmaydiganlar mohga ham bir xil ozuqa, bitta ozuqa tayyorlab mohga ham o'shani, kokosga ham o'shani beradi. Kokosga umuman boshqacha oziqlantirish kerak, mohda umuman boshqacha oziqlantirish kerak. Ikkalasi ham inert substrat hisoblanadi. Bunda umuman ozuqa yo'q, hech qanaqa tuz saqlamaydi o'zida va ozuqasi yo'q muhit hisoblanadi. Kokos bo'lsa o'zida ko'proq kaliy va natriy tuzlarni saqlaydi va kalsiy bilan magniyni o'ziga so'rib oladigan substrat hisoblanadi. Shunga qarab, bularning etiologiyasiga qarab turib biz o'g'it tanlaymiz va o'g'itning miqdorini belgilaymiz. Masalan, kokosda biza oldin kokos ishlatishdan oldin natriy, kaliy tuzlarini ortiqchasini yuvib tashlashimiz kerak, uni buferlashimiz kerak va bunga ko'proq kalsiy bilan magniy tuzidan ko'proq solingan o'g'itlar tayyorlab berishimiz kerak. Chunki kokos o'ziga kalsiy bilan magniyni so'rib olish xususiyatiga ega. Agar mana bu bilan bir xil qilib, tarkibida kokos magniysini, kalsiy magniysini bir xil qilib ikkalasiga bir xil beradigan bo'lsanglar, bunga kalsiy bilan magniy yetarli yo'q o'sha o'g'itda. Lekin buni o'simlikning rivojlanishi uchun kerak bo'lgan kalsiy magniylarni kokos substrati o'zi so'rib oladi. Shu so'rib olish xususiyatiga yarasha bunga 2 barobar qilib kalsiy bilan magniy o'g'itini, mineral o'g'itini berishimiz kerak, tuzlarni berishimiz kerak. Bunga 2 barobar dozada bersak, kalsiy bilan magniy ko'payib ketadi. Shunaqa qilib mana shu xususiyatlarini hisobga olgan holda biz alokaziyalarimiz uchun o'g'it tayyorlaymiz. Endi bizda ekishda qaranglar, fitilli sug'orish tizimida gidroponika bor, semi gidroponika bor. Gidroponikaga masalan o'sha kokosda fitilli sug'orish kiradi, kokos substratiga fitil qilib, semi gidroponikaga bo'lsa asosan inert bo'lgan substratlar kiradi. Inert substratlarga hech narsasi yo'q demoqchiman. Masalan, shu moh kiradi, keyin lechuzaga ekadi bir xil, kimlardir seramikga ekadi, kimlardir turli xil mineral toshlarni aralashtirib turib ekadi. Mana shu semi gidroponika. Bu bo'lsa gidroponika hisoblanadi. Unda asosan kokosdan foydalanishadi. Ya'ni fitilli sug'orish qilib, gidroponika uchun alohida o'g'it, semi gidroponika uchun alohida o'g'it tayyorlaymiz biz. Endi o'g'itlar haqida tanishamiz, o'g'itlar bilan tanishib chiqamiz sizlar bilan. Sizlar ko'p o'g'itlar sotayotganinglarda mana bunaqa yozuvga ko'zinglar tushadi. Masalan, mana shu hamma bilgan 1340-13 o'g'iti. Undan oldin NPK deb yozib qo'yilgan. Bu nima degani? Nimaga NPK 1340-13 deb berib qo'yibdi? Bu NPK degani, tushunishingiz uchun qog'ozda yozdim. N bu kimyoviy azot, azotning kimyoviy formulasi Mendeleyev jadvalida N deb belgilanadi azot. Fosfor P deb belgilanadi, kaliy bo'lsa K deb belgilanadi. Ya'ni sizlarni o'g'itinglarda NPK 1340-13 mi? Bu 100 gram o'g'itdagi mana shu o'g'it tuzlarning foizi. Masalan, qaranglar. N azotida, N azot bizani hozir shu kompleks o'g'itimizda 100 gram miqdor, 100 gram o'g'itda 13% azot, keyingisi fosfor ekan. 40% fosfor, keyingisi kaliy ekan, 13% kaliy bor degani. 100 gram o'g'it miqdorida. Hozir menda 100 gram o'g'it, 100 gramda hozir 13% azot tashkil qiladi, 40% fosforni, 13% kaliyni. Demak, bu yerda fosfor miqdori yuqori bo'lgan o'g'it. Endi bizga aynan azot, fosfor, kaliy nimani beradi? O'simliklarimizda qanaqa ahamiyatga ega? Masalan, azot bizani o'simliklarimizni yer ustiki poya qismini, mana bu bargi,
poyasini baquvvatlashtirib, yashil qismini rivojlantirib beradigan mineral tuz hisoblanadi azot. Fosfor bo'lsa, mana bu fosfor, ya'ni P harfi bilan berilgan o'g'it, mineral o'g'it, u bizani o'simligimizni ildiz qismini rivojlantirib beruvchi va ildizida klubellar, tugunaklar hosil bo'lishini ko'paytiruvchi o'g'it hisoblanadi fosfor. Aynan, ildizini rivojlantiruvchi o'g'it. Kaliy bo'lsa, kaliy tuzi bu o'simligimizni umuman hujayralardagi, masalan, bargida hujayrasi bor, poyasida hujayrasi bor, ildizida hujayrasi bor, o'sha hujayralarning mustahkamligini ta'minlab beradi. Kasallikka chidamliligini ta'minlaydi va immunitetini oshiruvchi o'g'it hisoblanadi. Demak, azot barg va poyalarni rivojlantirib beruvchi, yashil massani ko'paytirib beruvchi tuz. Fosfor bo'lsa, ildizni, klubellarni gullashi, rivojlantirib beruvchi, urug' hosil qilishi rag'batlantiruvchi tuz hisoblanadi. Kaliy bo'lsa, umumiy immunitetni ko'taruvchi, hujayralarni mustahkamlovchi, kletkalarni mustahkamlovchi tuz hisoblanadi. Endi shunga qarab biz o'simligimiz holatiga qarab shularning miqdoriga ko'p yoki kam o'g'it belgilashimiz mumkin. Masalan, menda o'simligimda mana shu regal shilsimda ko'proq gluten hosil qilishini xohlayman. Uning uchun men azoti yuqori bo'lgan o'g'itdan, fosfori yuqori bo'lgan o'g'itni berishim kerak. Masalan, o'sha boyagi ko'rsatgan 13-40-13 o'g'itimiz fosfor yuqori bo'lgani uchun meni regal shilsimda klubellarni rivojlantirib beradi. Chunki fosfor vazifasi ildiz tizimini rivojlantirib, klubellarni ko'paytirib berish vazifasi edi. Yoki men mana shu alakaziyanni, pink pollini yuqori barglarini ko'paytirmoqchiman, poyasini baquvvatlashtirmoqchiman, barglarni katta-katta qilib bo'lishini ta'minlaydigan tuzimiz bu azot hisoblanadi. Aynan azot miqdorini ko'paytirishimiz kerak. Lekin e'tibor berishimiz kerak, varigatniy mana bunaqa varigatniy gullarimizga ko'p ham azot berib bo'lmaydi, chunki mana bu varigatniy dog'larini yo'q qilib yuboradi. Chunki azot yashil massani, o'simlikning yashil qismini rivojlantiruvchi o'g'it hisoblangani uchun, mineral o'g'it hisoblangani uchun mana bu varigatniy qismlarda yashil yo'q. Keyingi azot ko'p berilsa, keyingi barglarda varigatniy qismlar yo'qolib, yashil barglar hosil bo'lishiga sababchi bo'lib qolamiz. O'shaning uchun azotda faqat varigati yo'q, mana bunaqa yam-yashil o'simliklarimizga bersak, barglarni yana ham yashil qilib yashnatadi va baquvvat qilib bo'lib o'sishida ishtirok etadi. Endi undan tashqari mana bular makro o'g'itlar hisoblanadi. Bizning o'simligimizning hayotida kerak bo'ladigan katta miqdorda kerak bo'ladigan o'g'itlar. Bularning miqdori katta miqdorda kerak bo'lgani uchun makro o'g'itlar deyiladi. Endi qaranglar, mana bu yerda mana NPK berib qo'yibdi. 13, 11, 38. N 13 ekan. 3 ekan. Azot miqdori 3%, fosfor miqdori 11%, kaliy miqdori 38%. Demak, bu yerda bizda kaliy miqdori ko'p bo'lgan o'g'it, azot miqdori kam bo'lgan o'g'it. Bu asosan o'simliklarimizni immunitetini ko'taradi, kletkalarni mustahkamlaydi va gullashida ishtirok etadigan o'g'it hisoblanadi. Bizga qaysi o'simligimizni nimasini rivojlantirish xohlaymiz, o'shanga qarab o'g'it tanlasak bo'ladi. Shu formulani bilib olganimizdan keyin. Endi bizda bu makro elementlardan tashqari yana mikro, ya'ni juda oz miqdorda o'simlikka kerak, lekin o'sha oz miqdori ham bo'lmay qolsa, o'simlikda har xil o'sishdan orqada qolishlar, barglarning yaxshi rivojlanmasligi, o'zini yaxshi rivojlanmasligi kabi holatlar yuzaga keladi. Bu mikro elementlardan bittasi xelat jeleza hisoblanadi, ya'ni temir xelati. Mana shu temir xelati juda oz miqdorda kerak, lekin asosiy fotosintezda muhim rol o'ynaydi. Agar temir yetishmasa, bizda xloroz kasalligi, ya'ni barglarimizni yashilmas sarg'ish rangga, xuddi quriyotgandek ko'rinishga ega bo'lishiga sabab bo'lib qolamiz. O'shaning uchun temir ham mikro element bo'lgani bilan, ya'ni oz miqdorda kerak bo'lgani bilan, agar bu yo'q bo'lsa yoki miqdori kamayib ketadigan bo'lsa, o'simliklarimizda turli xil barg sarg'ayishlari paydo bo'lishi mumkin. Endi makro elementlardan yana bittasi sulfat magniy hisoblanadi. Sulfat magniy bu yashil o'simliklarimizni yashil qismini rivojlantirib beradi, ya'ni fotosintez jarayonini rag'batlantiruvchi hisoblanadi. Magniy ishtirokida fotosintez jarayoni amalga oshib, o'simliklar o'ziga ko'proq ozuqa hosil qiladi va yangi barglar chiqarishda, poyasini baquvvatlashishida bu sulfat magniyning ham o'rni katta hisoblanadi. Endi biz har qanaqa o'g'itni ishlatishdan oldin o'g'it aralashtirgan suvimizni, masalan, o'g'it bizni qaysi o'g'itdan foydalanmoqchimiz, shu o'g'itni suvga qo'shdik, qo'shib yaxshilab aralashtirib turib, uni pH-ni o'lchab olishimiz kerak bo'ladi. Har qanaqa gulchi uchun baribir mana bu pH metr kerak. Qanaqa o'g'it ishlatishingizdan qat'iy nazar, tayyorlagan o'g'itingizni pH-ni o'lchab turib, keyin alakaziyalarga quysangiz, unda alakaziyalar masalan 5-6 atrofidagi pH muhitiga ega bo'lgan suvni ildizlari yaxshi so'radi. 6 dan o'tib 7 ga qarab ketsa pH yoki 5 dan pastga tushib ketib qolsa, 5-6 dan pastga tushib ketib qolsa, qaysidir mikroelementlarimiz alakaziya ildizlariga so'rilmay qolishi mumkin. O'shaning uchun ham hamma qo'shayotgan dorilaringlar to'liq miqdorda so'rilishi uchun tayyorlagan dorili eritmalarni pH 5-6 atrofida bo'lishi kerak. Uni har doim o'g'it tayyorlaganingizdan keyin pH metr yordamida o'lchab bilib olasizlar. Endi agar
mineral o'g'itlarni qo'shayotganimizda dozani haddan tashqari ko'paytirib yuborsak, ildiz mineral tuzlardan kuyishi paydo bo'ladi. Ildiz kuygandan keyin u qotib qoladi, o'sishdan to'xtaydi va boshqa o'smasdan o'sha yerda chirish paydo bo'ladi. Keyin dozani ko'paytirib yuborgandan ko'ra sal kamroq doza berganimiz yaxshi. Ikkinchi qoidasi, birinchi qoidasi bu dozani ko'paytirib yubormaslik, ikkinchi qoidasi bo'lsa tuprog'i namlab turib, keyin suv berish, o'g'it berish. Agar tuprog'inglar qurib qolgan bo'lsa, ertalab ozgina suv berib qo'yib namlab olasizlar-da, keyin o'g'itni kechqurun nam tuproqqa o'g'itli suv bersanglar, unda foydali bo'ladi. Keyingisi kuz, bahor, yoz oylarida ayni aktiv o'sish davrida, mana hozir o'simliklarimiz aktiv o'sish davrida, bahorda, kuzda xuddi shunaqa bo'ladi. Qishda tinim davriga o'tadi. Bu agar uyi ichida yaxshi sharoit yaratib bersanglar, ular tinim davriga o'tmaydi. Lekin uyi ichida agar sovuq yo qorong'u sharoit bo'lsa, ular tinim davriga o'tadi. Tinim davriga o'tganda bir oyda bir marta ozuqa beriladi. Agar tinim davriga o'tmasa, har doimgidek oziqlantirasizlar. Bahorda, yozda, kuzda aktiv o'sish davrida bo'lsa 10-14 kunda bir marta ozuqa beriladi. Fitilli sug'organda ham bir marta fitilga oddiy suv va keyingi safargisida o'g'itli suv beriladi. Agar dozasini sal kamaytirib sug'oradigan bo'lsangiz, masalan, qo'shishinglar mumkin 1 litr suvga 2 gram o'g'it qo'shishinglar kerak bo'lsa, fitilli sug'orishda 1 gram qilib qo'shadigan bo'lsangiz, har safar oziqlantirish uchun o'g'itli suv bersanglar bo'ladi. Lekin dozani normada qilib beradigan bo'lsangiz, bir safar o'g'itli suv, bir safar oddiy suv qilib oziqlantirishinglar kerak fitilli sug'orishda. Boshqa sug'orishlarda ham xuddi shunaqa. Keyin ko'pchilikda bitta muammo paydo bo'ladi alokaziyalarni o'stirayotganda. Hozir ko'rsataman sizlarga. Mana bu meni Jacqueline'im. Yaqinda perisadka bo'lgan. Bu oxirgi chiqargan bargi va hozir yana yangi barg chiqaryapti. Perisadka bo'lganiga bir hafta bo'ldi. Endi qaranglar, bir hafta ichida men perisadka qilganimdan keyin, har qanaqa o'simlikni perisadka qilganinglardan keyin, ya'ni ildizlarini ochib, boshqa tuproqqa o'tkazganinglardan keyin ildizlar albatta stressga tushadi. Stressga tushgandan keyin ildizlar o'zining vazifasini bajarmay qo'yadi. Ya'ni o'zining vazifasini bajarishdan to'xtaydi. Tuproqdan suv va unga qo'shib berilayotgan o'g'itlaringlarni so'rib o'simlikni yuqori qismiga o'tkazib berish kerak ildiz, lekin ma'lum bir vaqt to o'ziga kelmaguncha, stressdan chiqmaguncha ildiz shu vazifasini bajarmaydi. Natijada barglar ozuqasiz qoladi. Ildiz orqali so'rilmagandan keyin barglar ozuqasiz qoladi va bu yoqdan yangi barg chiqaryapti. Bu o'sishi uchun ozuqa kerak, lekin ildiz ishlamagani uchun ozuqa yetmayapti hozir. Nima qiladi? O'simlik mana bu oxirgi mana birinchi chiqargan bargi bor-ku, hammasidan ham birinchi chiqargan bargi, o'sha bargdan ozuqani so'rishni boshlaydi. Ozuqani so'rib, mana bu yangi bargiga yetkazib beradi ozuqa. Chunki noiloj bu o'simlik ham ildiz ishlamayapti, perisadka bo'lgani uchun. Ildiz orqali bizga bergan o'g'itni so'rish kerak edi. So'ramayapti, ildiz ishlamayapti. Bunga ozuqa kerak, lekin ozuqa topolmasdan oxiri mana bu bargidan ozuqani so'rib, bunga berishga o'tadi. Natijada mana bu bargi sarg'ayib, o'zini tashlaydi. Alokaziyalarda ko'pincha shu holat bo'ladi. Bitta yangi barg chiqaradi, ikkinchisini tashlaydi. Bitta yangi barg chiqaradi, ikkinchisini tashlaydi. Sababi ozuqa yetmagandan. Agar sizlar alokaziyalarga yetarlicha ozuqa berib oziqlantirsanglar, u barg tashamaydi hech ham. Namli yetmasa ham boshqa qilsa ham barg tashamaydi. Qachon ozuqa yetarli bo'lsa. Endi bu yerda hozir menda ozuqa yetarli-yu, lekin perisadka qilganim uchun ildizlar stressga tushib qolgani uchun, hozir ishlamagani uchun ozuqa yetmasdan mana bu holat yuzaga kelyapti. Yoki chirish paydo bo'lganda ham shunaqa bo'ladi. Ildiz chiridimi, bo'ldi, u ishlamay qoladi va ishlamagan natijasida yuqori qismga ozuqa yetib kelmasdan birma-bir barglarni sarg'aytirib o'simliklar, alokaziyalar tashlab yuboradi bargini. Chunki yuqoridagi mana bu sog'lom barglarni o'stirish uchun ozuqa kerak. U ozuqani eski barglardan oladi va bularni sarg'aytiradi. Mana shu holatlar sabab bizda alokaziyalarimiz bir barg chiqarsa, ikkinchisini tashlaydi. Agar normada oziqlantirilsa, bu hodisa yuzaga kelmaydi. Endi biz mana shu holatni oldini olish uchun ko'proq azotga boy bo'lgan va magniyga boy bo'lgan ozuqalardan ko'proq berishimiz kerak. Ana o'shanda ozuqa yetarli bo'lib, alokaziyamiz eski barglarga ham, yangi barglarga ham ozuqa yetkazadi. Ildizlarga ahamiyat berishimiz kerak. Chiriganmi, chirimaganmi, agar chirigan bo'lsa ham ozuqa yetmasdan shu holat yuzaga kelayotgan bo'lishi mumkin. Keyin yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Mana bu substrat. Bu substratdan biz hadeb mana bunaqa tuzlar bilan sug'organimizda, masalan, sulfat magniy, mana bu ham tuzdan tashkil topgan, azot, fosfor, kaliy ham tuz hisoblanadi. Shunaqa tuzlar bilan ozuqa kokteyllar tayyorlab berib sug'oramiz. Bu tuzlarni ortiqcha qismi mana bu tuprog'i ichki qismida, ildiz atroflarida to'planib qolishi mumkin. Tuzlar yig'ilishi natijasida ildiz ham ishlamay qoladi. O'shanda nima qilish kerak? Buni substrat ustidan 2-3 marta toza suv bilan yaxshilab chayvorish kerak yoki umuman mana bu anaqasini tuprog'ini almashtirishingizga to'g'ri keladi. Agar kokosda bo'ladigan bo'lsa, o'simliklar tuprog'ini almashtirganinglar ma'qul, chunki 2-3 marta sug'orsanglar bu bo'kib ketadi suv bo'lib. Agar mineral gruntda bo'ladigan bo'lsa, ustidan 2-3 marta toza suv quyib yuborsanglar, tuzlarni yuvib ketadi.
Mana shunaqa qilib biza tuz ko'payib ketgandan ham ildizlarni chiritib bloklab qo'yishimiz mumkin ekan. Endi bugun sizlar bilan biza alokaziyalar uchun aynan mana bu ozuqani uy sharoitida tayyorlashni o'rganamiz. Bu ozuqani ko'pchiliginglar ko'rgansizlar. Rossiya blogerlarida bu o'zi rossiyskiy o'g'it, kompleks o'g'it hisoblanadi. Simplex Coco A. Coco deganning sababi kokos torfi uchun mo'ljallangan. Buni gidrosi ham bor, u gidroponika uchun, bu kokos uchun. Kokos fitildagi kokoslar uchun ham, oddiy sug'oriladigan kokos torfi uchun ham mana shu simplex ozuqasi ishlatilsa, buni tarkibida juda ko'p mineral tuzlar va foydali vitaminlar qo'shilgan bo'lgani uchun hech qanaqa boshqa koktel qo'shimcha mineral tuzlar ishlatmasanglar ham bo'ladi. Bunga faqat ildiz rivojlantiruvchi biostimulyatorlar, aminokislotalar qo'shib berishinglar mumkin. Va antistresslar qo'shib berishinglar mumkin. Atak boshqa bunaqa sulfat magniy yoki bunaqa MPKlar ishlatib o'tirishinglar shart emas. Chunki mana shu MPKlarni, azot, fosfor, kaliylarni hammasi o'zi mashina ichida bir o'simlik uchun yetarli darajada o'lchab qo'yilgan. Shu Simplex Coco AB ni biza birga bir kopiyasini uy sharoitida tayyorlashni hozir sizlar bilan o'rganamiz. Endi bizga u uchun nima kerak? Birinchi o'rinda 2 1 litrli idishda 800 ml dan suv. Biza bu A va B qilinishiga sabab kalsiy selitrasi bor buni tarkibida. Kalsiy selitrasi fosfor va sulfatlar bilan qo'shilganida reaksiyaga kirishib ketib, tuz hosil qilish xususiyatiga ega. Cho'kmada gips hosil qilib qo'yadi va u gips sizlar cho'kmaga tushgan gipsni bilmasdan o'simlikka berganinglarda u gips so'rilmasdan o'g'it foydali xususiyatlarini yo'qotadi, gips tuproqda qolib ketadi va sizlar o'g'it o'rniga oddiy zararli suyuqlik berib qo'ygan bo'lasizlar. O'shaning uchun buni alohida tayyorlanadi, chunki buni tarkibidagi moddalar bilan reaksiyaga kirishish xususiyatiga ega va ikkalasini befoyda mahsulotga aylantirib qo'yish xususiyatiga ega. Buni faqat qachon eritayotganimizda, tayyorlayotganimizda bundan ozgina solib suvda suyultirib, keyin bundan ham ozgina solib suvda suyultirib, keyin aralashtirib tayyorlasak, unda reaksiyaga kirishmaydi. Lekin toza mana bunaqa o'g'itni, konsentratsiyasi yuqori bo'lgan o'g'itni bir-biriga qo'shib qo'ysak, bular reaksiyaga kirishib ketib qolib, bizga zararli bo'lgan, o'simliklarimiz uchun zararli bo'lgan qorishmalarni hosil qilib qo'yadi. Shuning uchun buni alohida idishga tayyorlab olib, keyin o'g'it tayyorlayotganimizda, suv tayyorlayotganimizda suvga qo'shib aralashtirsak, unda reaksiyaga kirishmaydi. Xo'p, Simplex Coco A uchun alohida 800 ml suv, Simplex Coco B uchun alohida 800 ml suv olamiz. Va xo'p, endi hozir 1 minut. Bizga u uchun kerak bo'ladi birinchi bo'lib kalsiyli selitra. Destillangan suvni aytdim, bu oddiy suv emas. Bu destillangan suv. Destillangan suv aptekalardan, keyin avtomoykami nima mashina tuzadigan joylardan topsanglar bo'ladi. 800 ml dan 2 idishga destillangan suv solib olamiz. Keyin bizga kerak bo'ladi kalsiyli selitra. Kaliyli selitra. Keyin videomiz uzun qolibdi. Ayirtmani tayyorlash uchun, kokoani tayyorlash uchun bizga kerak bo'ladi dedim. Selitra kalsiyaya, selitra kaliyaya hop, temir xilati. 13% temir xilatidan foydalanaman. Va bizga yuvelirning tarozi kerak bo'ladi. Buni 00 holatga keltirib olamiz. Ko'rinayotgan bo'lsa, ekranda 00 holatda turibdi. Endi birinchi bo'lib ketma-ket tuzlarni solamiz. Men birinchi kalsiyli selitrani solaman. Bizga kalsiyli selitradan 150 gram kerak bo'ladi. 150 gram bo'lgani uchun buni stakanga solib o'lchaymiz. 1 litr suv uchun men hozir idishimga 800 ml suv olganman. 800 ml keyin 1 litrga yetkazaman suv solib yana. 1 litr suv uchun 150 gram kalsiyli selitra kerak bo'ladi. Qo'rqmasdan sovuramiz deydi. Bu 1 litr suv uchun. Taroz aniqroq o'lchash uchun boshqatdan o'chirib yoqamiz-da, keyin qo'yamiz. 105 gram bo'ldi hozir. Bizga 150 gram kerak. 140 bo'ldi. 146. Mana 151 gram bo'ldi. Bizga nasib olib tashlasak, mana 150 gram bo'ldi. Shu 150 gramni 800 ml suvimizga solib eritib olamiz.
Buni ozgina erish qiyinroq bo'ladi. Videoni pauza qilib turib eritib olaman. Mana yaxshilab kalsiyli selitrani eritib oldim. Endi navbat kaliyli selitraga. Kaliyli selitramizdan 20 gram solamiz. Tarozda o'lchab. Shu qopqoqda nimagadir noto'g'ri o'lchayotgandek tuyulyapti. Hozir boshqa narsa olaman. Mana yengilroq, qulayroq salfetka qo'ydim. 20 gram kaliyli selitradan tortib olamiz. 8 gram bo'ldi. 12 gram. 15 gram. 19.6. 19.8. Mana 20 gram bo'ldi. Endi 20 gramni boyiga kalsiyni eritgan suvimizga solamiz sekin. Buni ham eriguncha aralashtirib olamiz. Eslatib o'taman, bu A eritmasi, koko A eritmasi. Kalsiy miqdori ko'p bo'ladi bunda, chunki kokos turfi kalsiyni o'ziga so'rib olish xususiyatiga ega. Sizlar o'simligimga beraman deb so'ratgan kalsiylarni kokos o'ziga so'rib olgandan keyin o'simlikka juda oz miqdorda kalsiy qoladi. O'shaning uchun biz kokosga eritma tayyorlayotganimizda suvimizga kaliyli selitrani qo'shib oldik. Endi oxirgi qo'shadiganimiz A eritma uchun, koko A uchun temir xalat 13%lik. Bundan 4 gram qo'shamiz. Tarozi yoqamiz, salfetkani qo'yib oldim. Taroz 00 holatga keldi va 4 gramgina temir xalatidan solamiz. Buni rangi boshqacha bo'lar ekan. 13%lik. 2 gram bo'ldi. 3. Yana ozgina 3.7. 3.9. Mana 4.1. Aniq 4 gram. Temir 13%lik. Va buni solib aralashtiramiz. Mana A eritmamiz tayyor bo'ldi. Endi buni 1 litr holatga keltirib qo'yamiz. Toza destillangan suvdan qo'shib 800 gram edi suvimiz. Mana 1 litr holatga keltirdik. Koko A eritmamiz tayyor. Buni og'zi yopiladigan bankaga yoki bunaqa plastik stakandagi og'zi yopiladigan qilib qorong'i joyda saqlaymiz. Buni xohlasanglar 1 oy, 2 oy ishlatsanglar bo'ladi. Bu nima o'zining tarkibini o'zgartirmaydi. Mana endi sizlar bilan koko B eritmasini tayyorlab olamiz. Koko B eritmasini tayyorlash uchun yana o'sha destillangan 800 ml suv, tarozimiz kerak bo'ladi. Monokaliy fosfat. Menda monokaliy fosfatning bunaqa ko'rinishi bor. Bu Xitoy monokaliy fosfat edi. O'zimizda monokaliy fosfat bilan bir xil mana. Fosfor miqdori azot miqdori 0, fosfor miqdori 52, kaliy miqdori 34. Bizda ham xuddi shu nisbatda. Bu shunchaki maydaroq bo'lgani uchun, suvda tez erigani uchun menga yoqdi va hozir shundan ishlatyapman. Monokaliy fosfatdan 30 gram o'lchab olar ekanmiz. Olti gram bo'ldi. 8 10 gram. Salfetkam to'lib qoldi. Buni stakanda o'lchaganim yaxshiroq ekan. 10 gram soldim. Ya'ni 20 gram monokaliy fosfat solishim kerak. Mana yana 10 gram. Taroz kichkinaroq bo'lgani uchun o'lchash ozgina qiyin bo'lyapti. Stakan olib kelaman yonimga.
boyagi stakanimda kalsiyli selitra ozgina erib yopishgan ekan. Uni aralashtira olmayman bunga. Shuning uchun mana 30 gram bo'ldi, amalladik. 30 gram anikali fosfat soldim. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Tuzlar erishiga e'tibor beringlar, ahamiyat beringlar. Yaxshilab eritib, keyingi tuzni solish kerak. Mana bu tez erib ketdi. Juda mayda to'kin shaklida. Mana kaliy fosfat. Shuning uchun juda tez eridi. Keyingi qo'shadiganimiz magniy sulfat qo'shamiz. Keyingi tuz. Uni 85 gram qo'shganimiz uchun katta stakanda qo'shmasak bo'lmaydi. Hozir magniy sulfat, mana sulfat magniy. Shundan 85 gram qo'shamiz. olti bo'ldi. 70'lar 81 84 8 85 gram bo'ldi. Buni ham solib suvimizga aralashtiramiz. Biz bu eritmalarni tayyorlab idishga solib qo'yib, har sug'orishda 1 litr toza suvga shu eritma har sug'orishda 1 litr toza suvga shu eritmalardan 2 ml solib ishlatsak bo'ladi. Masalan, sizlar 5 litr ketadi gullaringlarni sug'orishga, bu eritmadan 10 ml solasizlar 5 litrli suv uchun. Endi keyingi soladiganimiz magniy sulfat soldik, mana kaliy fosfat soldik. Endi bunga ham kaliyli selitra solamiz. Kaliyli selitradan 20 gram solamiz. Bir idishimiz ichida ham kaliyli selitra bo'ladi. 20 gram solamiz. Tarozi yoqamiz. Kaliyli selitradan o'lchaymiz. Mana 10 gram. Yana hozir 10 gram solamiz. Mana 10 gram. Umumiy kaliyli selitradan 20 gram soldik. Buni ham yaxshilab aralashtiramiz. Eriguncha yaxshilab aralashtiramiz. Va oxirida kompleks xelatlangan mikroelementlar. Buning ichida boya o'qib bergan marganit bor, rux bor, kobalt bor, molibden, temir, mis, bor, hammasidan bor. Kompleks mineral xelatlangan minerallardan, mikroelementlardan 2,5 gram solamiz shu idishimizga. 2,5 gram. Yarım bo'ldi. 2,6 bo'lib ketdi, hech narsa qilmaydi. Buni ham solib aralashtiramiz. Eriguncha yaxshilab aralashtiramiz. Mana aralashtirib oldik. Hamma tuzlarimiz yaxshilab eridi. Bu o'zi 800 ml suv edi. Endi buni ham 1 litrga keltirib qo'yamiz. Mana tayyor. Kokob eritmamiz ham tayyor bo'ldi. Endi bu eritmalar hammada turli xil rangda chiqadi, chunki hamma har xil preparatdan foydalanadi. Bitta preparat bo'lgani bilan har xil firmaning preparatlarida baribir ranglar farq qiladi. Hamma har xil temirdan foydalanishi mumkin. Masalan, men 13% temirdan foydalandim. Boshqalar agar 13% temir topa olmasanglar, men bu oddiy o'zimiz ishlatadigan 6% xalat jelezadan foydalansanglar bo'ladi, farqi yo'q. Buni rangi to'q. Masalan, men bu Coco A eritmasiga men 13% temir qo'shdim. O'shaning uchun ham uni rangi sarg'ish rangda bo'lgani uchun ham bu sariq rangda bo'ldi. Bunga bo'lsa mikroelementlar qo'shganim uchun yashil rangga kirdi. Sizlar agar 6% temir qo'shadigan bo'lsangiz Coco A ga bu to'q jigarrang rangga kiradi. O'shaning uchun hammada eritma rangi har xil chiqadi. Bundan xavotir olmanglar. Faqat me'yorida tayyorlasanglar, me'yori bilib tayyorlasanglar, unda foydali va to'g'ri tayyorlangan eritma bo'ladi. Endi bularda masalan eritma tayyorlayotganimizda 1 litr toza suvga 2 ml A dan solamiz, yaxshilab aralashtirib turib 2 ml B dan solib yaxshilab aralashtirib bemalol alokaziyalarimizni sug'orsak bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi darsimiz foydali bo'ldi deb o'ylayman. Keyingi dars bu eritmani ishlatish uchun qanaqa suvdan foydalanamiz va pHlar haqida gaplashamiz. Suvni pH haqida gaplashamiz. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.